Maman du travail, c'est bien. Bienvenue à la compagnie, baby. Sen meni davlanib alir, shekipin baba. Qo'shiqdan qanday ma'no olgan bo'lsangiz kommentariyaga yozib qoldiring. Bugungi mahsulotimiz o'ta legendarniy topinambur. Bu nimaga foyda bu? Kim aytadi? Yozib qo'yibdi mana. Sahrga foyda bu, sahrga. Bu o'zi вообще-то hammaga foydali. Immunitetni tiklaydi, gijjaga qarshi oshqozon faoliyatini yaxshilaydi. Undan tashqari tabiiy insulin ishlab chiqarishga yordam beradi mana. Sahr stop. Bu mahsulotimizni qidirib topishingiz juda ham mushkul. Mabodo topa olmasangiz mana bizda bor 80 ming so'mdan. Ikkita olsangiz dastavka bepul O'zbekiston bo'yicha. Buni kelishi juda ham qiyin bo'ldi. Men uchun oson, lekin klientlarga juda qiyin bo'ldi. Ular keldimi, mahsulotingiz keldimi? Endi buyuramiz. Oxiri buyurdik, mana keldi. Oldin juda ko'p sotganmiz. Keyin bitta to'xtab qolgandi. Keyin juda qiynalib ketdi klientlar. Oldin eshitganda natijasini biladilar. Keyin mana qiynalib ketdi. O'zim ham oxirga rahim kelib ketdi. Keyin oldirdik mana. Do'konimiz hozir bor, yetarlicha hammaga yetadi. O'zbekiston bo'yicha ham hattoki dastavka qilib beramiz. Shuning uchun agar kim shuni sahr bo'lib turib ichmagan bo'lsa, ichsin, kundalik ratsioniga aylantirsin. Juda zo'r mahsulot. Garantiya berasizmi deb so'radigan savollar bor. Bu yosh bolaning savoli bu. Men yozib qo'yibdi. Sahrga foyda deb qo'yibdi. Kitoblardan, boshqa joylardan topinambur haqida o'qisangiz ham sahrga foyda deb qo'yibdi. Keyin muvofiqlik sertifikatlari hamma narsasi joyida bo'lsa, yana bu sizga yana qanaqa garantiya berishim kerak? Originalligi bo'lsa, yana qanaqa garantiya berishim kerak? Shifo Allohdan, shuni unutmang, yaxshimi-da? Shuning uchun yosh bolani savolini bermang, sahr tushishiga garantiya berasanmi deb. Behuda buni reklama qilayotganim yo'q. Ta'siri juda zo'r, ko'pchilikda ta'siri bo'lgan. Xudo xolasa sizda ham bo'ladi. Nima bir joyingiz kammi? Iching, maza qiling, sahringizni tushirib yuring. Sog'lom bo'lib yuring. Xafa bo'lmang gapimdan. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Mana shunaqa gaplar. Garantiya degan gaplarni yosh bolaning gapini yig'ishtiring. Men sizga original narsani taklif qilyapman. Mana